Bu instrumentda nima vazifa bajarishini bilasizmi? Hozir ko'rsatamiz. Sizlar tushunishingiz uchun oddiyroq qilib, jaydar usulda ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Temir turbani tiskiga qotirib, rezba ochsa bo'ladigan instrument. Prosta ko'rsatib berishga harakat qilamiz. O'zi bunaqa qilinmaydi. Juda oson. O'zi aylanish kerak o'zi aslida. Mana. Prosta ishlashiga, rezba ochishiga bitta baho berib qo'yasiz. Bo'ldi. Orqaga qaytarib tashlasangiz bo'ladi. Mana. Ashi boshqacha, ha? Rezba ochildi o'zi. Har xil razmerlari bor. Bu o'zi komplekt. Mana buni qarang. Dialni. Rezbani ochganiga e'tibor bering. Qalay? Zo'rmi? O'zi bu teskiga siqilib temir turba turadi. Buni o'zini aylantirasiz-da. Misol uchun mana bunaqa turadi. Kelinglar, endi razmerlarni ko'ramiz. Har xil razmeri bor. Mana shu komplektatsiya 1.215.000 so'm. Mana hamma razmerlari, mana shu joyni skrinshot qilib olasiz, shu narsani so'rab kelasiz. 1.215.000 ga arziydimi yo bu kriz izohlarda qoldirasiz. Tolsen brendi zo'r rezba ochadigan instrumentlarimizga kelgan va elektrik akalarimiz uchun Delektrichskiy Plus Gupsi bilan bakares kelgan. 102.000 so'mdan ekalasi. Endi buni hamma bilsa kerak. Klish 130.000 so'm. Tolsen brendiga tegishli. Like bosib, podpiskani bosib qo'ying. Bundan keyingi zo'r videolarni o'tkazib yubormaslik uchun. Video yoqqan bo'lsa albatta like, esdan chiqmasin.